Shu so'zni hali ham Quanri deb o'qiyotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir men sizlarga qanday o'qish kerakligini o'rgatib qo'yaman. Bu yerda qaysi qoida haqida gap ketganligini menimcha tushundingiz deb o'ylayman. Tushunmagan bo'lsangiz, hozir tushunib olasiz. RL undoshi N undoshi bilan yonma-yon kelganda va I, ya, yo, yu ullilaridan oldin kelganda ikkita L talaffuziga o'zgaradi. Tovush ketmaganligi va o'zgarishlari bilan tanishib oling, misollarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Chinri, chilli, Quanri, qualli, palnyon, palyon, sovulyon, sovulyon. Shu va shunga o'xshash qoidalarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 자, 여러분 오늘은 여기까지입니다. 수고하셨습니다.